Assalomu alaykum, hurmatli akalarim. Akalar, Ekogazda qilinadigan ishlar haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Akalar, bizga kesalaring, chiroyli qilib ishlaring aka. Metan, propan, kompyuter diagnostika, motor moy almashtirish, korobka moy almashtirish xizmatlari, polni mashinani filtrlarini almashtirish xizmatlari mavjud. Antifriz, nezamirzaika, jidkis, rulovoy yog' aka, gidravlika yog' hammasidan bor, eng sifatli mahsulotlar o'zimizda garantiya berib sifatiga akalar qilib beramiz. Kesalarni aka, mana bugun Gentra mashinasini hozir akamiz olib kelishdi. Akamizda bo'lib turgan muammolardan hop hidi chiqayotgan, filtrlari eskirib ketgan, shlenlari eskirib ketgan, polni vozdux filtr, salon filtrlarini almashtirib beryapmiz. Antifrizlari kamayib ketgan, antifriz dalibga qilib beryapmiz. Jidkis, rulovoylarni ko'rib, polni kapitalni aka ko'rib remont qilib beryapmiz. Akamizni tashlab ketishdi. Yarim 1 soatda ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Akamizga filtrlarni, propan filtrlarini almashtirib, polnipda diagnostikalarni qilib, mashinalar o'zi zo'r turib ketgan, hidi chiqayotgan, hamma o'tichkalarni ko'rib, antifrizlarni dalifga qilib berdik. Propanlarni o'zimiz qo'yib berganmiz. Shu kelganlaringda akalar o'zimiz hammasini propanlardan ko'rib diagnostika qilib beramiz. Demakki, muammo qilmasligi uchun uni orqadagi kranlarni ham, polni o'tichkalarni tekshirdik. Muammosi yo'q. Salon filtrlarini almashtirib beryapmiz. Salon filtrlari ham juda rasvo bo'lib ketibdi akalar mana. Buni holatda yozda konditsionerda yursiz maza qilmaysiz aka, rosa changda musirni o'ziga yig'ib olgan. Buni o'rniga to'kib tashlab turib, yangi salon filtrlarini qo'yib turib akalar maza qilib yurishadi endi akamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa akalar, bemalol o'zimizga kesalaring. Chiroyli qilib ishlaringni bitirib, bunaqa yangi salon filtrlarga qo'yib aka, vozdux filtrlarini ham yangi bunaqa bo'lganlariga yangi vozdux filtrlarga almashtirib, har xil atirlarimiz bor. Yaxshi atirlardan quyib, priятный qilib beramiz aka, maza qilib yana 5-6 oy maza qilib mana yuraverasizlar. Har safar kelganlaringda motor moylaringni, korobka moylaringni ko'rib, propanda bo'lsalar, metanda bo'lsalar, o'tichka remont hamma yog'ini ko'rib akalar, ishlaringni chiroyli qilib hal qilib beramiz. Buni propandan ozgina tagida taqir-tuqir ovozlari bor ekan, ularni ham to'g'rilab, tiniq qilib berdik. Akamiz endi maza qilib harakatlanadilar. Akalar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tortinmay o'zimizga aloqaga chiqsalaring, biz sizlarga chiroyli qilib xizmat ko'rsatamiz akalar.